Toshkent davlat yuridik universitetida faxriy professorlar nomiga tashkillashtirilgan fakultet stipendiyalar bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Har bir fakultet uchun quyidagi olim professorlar nomiga stipendiyalar joriy qilingan. Boguslav fakulteti talabalari uchun yuridik fanlar doktori professor Abdumajidov G'afur Abdumajidovich nomiga ta'sis etilgan stipendiya mezonlarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Ulardan quyidagi minimal talablar joriy qilingan. Birinchi navbatda sizning o'zlashtirish ko'rsatkichingiz, ya'ni GPA 80+ bo'lmog'i lozim. Xo'p, ikkinchi navbatda sizda huquqshunoslikka oid ikkita ilmiy yoki ommabop maqola hamda Abdumajidov G'afur Abdumajidov uchun ilmiy merosini yoritilgan holda ilmiy ommabop maqola taqdim qilishingiz lozim. Tanlov ikki bosqichda tashkil qilingan bo'lib, birinchi bosqich test tanlovi hisoblanadi. Ya'ni test tanlovida professor olim hayoti va ilmiy merosiga oid 50 ta test savollardan iborat bo'lib, har bir fakultetdan eng ko'p natija qilgan 6 nafar talaba ikkinchi bosqichga yo'l oladi. Ikkinchi bosqichda esa sizning ijtimoiy faolligingiz, ya'ni olim hayotining va ilmiy merosining qanchalik darajada targ'ibot qilganligingiz hamda universitetda ijtimoiy faolliklar baholanib boradi.